الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey Allahqa, Allah'ның peygamberiga iman etqan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Allah'ның buyurganlarini o'rindash va to'sqanlardan yiroq turish orqali o'zinglarni va bola chaqanglarni yiqilg'usi inson va tosh bo'ladigan do'zax ahlini jazolashda ularga qilchi rahim qilmaydigan, muomalasi qattiq va kuchli farishtalar bo'ladigan do'zaxdan saqlanglar. Do'zaxga mas'ul farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Alloh nimaga buyursa, shuni ijro qiladi.